Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Alijon Abdullayev. Mana Koreyaga ham borib kelib oldik. Koreyadagi videolarda endi balki bu videodan oldin ko'rarsizlar. Hali yuklab bo'lmadim, xudo xolasa. Bugun mana 25-avgust ko'chatlarimiz sartrobga bo'lyapti. Koreyadan ham ancha bilimlarni olib keldik, Allohga shukr. Lekin hozir ekmaymiz. Biz doim shoshilardik avgust 15dan deb. Shoshilmaymiz. Bu ko'chatlarimiz mana tomirlar. Ko'chatlarimiz ham tayyor, bular ham tayyor. Bularni sartrobga qilib, bular mashinaga qoladi bular. Ko'chatlar mashinaga qoladi. Bularni xudo xolasa ekiladi inshaalloh. Dezinfeksiya qilib, stilajlarimiz ham hamma yo'q tayyor. Agatlar ham pastga olinib bo'ldi. Agat oladigan apparatimizga zapchas muammo bo'lgan ekan, olib keldim Koreyadan. Xudo xolasa uni ham o'nglashyapti. Hozir uni ham bir qator ko'rsataman. Koreyada videolarimni ham bir qator ko'rib boraverasizlar. Koreyada aksariyat monosi zo'r ekan, bishitu deylar ekan, pitimosi. Mashinaga aksariyat dehqonlar, kuchli dehqonlar ekilar ekan. Bu qimmatroq ekan bunisi. O'zimiz oddiy kokos holatda ham ekadiganlari bor ekan, lekin suv berish jarayoni farq qilar ekan drenaj hisobiga. Bular sekinroq suvni chiqarar ekan, shuning uchun bunga suv kamroq berilar ekan. Lekin kokosga chipi deydi, bunaqa yirik yog'och ko'pligiga suvni ko'proq berilar ekan. Hozir mana ko'rsataman. Bu Koreyadan kelgan kokosligi uchun o'zini stilaj bilan komplekt bo'lgani uchun ishlatdik, lekin bu bizga yetmay qoldi. Ko'makligimiz turibdi bu yerda. Yanaqa yangi deydi. Kompyuter. 4-blok bo'ladigan bo'lsa 4dan 10 gacha yetibdi. Mana 1 2 3 4 ga o'zimizni mana chip. Bu ham Shri-Lankadan kelgan, lekin mana shunday holatda qo'ydik. Bu bilan uni farqi bo'lar ekan. Shunaqa holat. Mohir ukalarimiz to'g'irlashyapti. Mana buni ko'vanligi edi, chindon ko'vanligi edi bu. Chindon bunaqa daq uradigan. Buni ko'p buzilavergani uchun agregatni Aziyani o'zinikini qo'yishyapti. Eplayapsizlarmi opirjon? Ha. Mana qattiq bo'ldi. Mana o'z Koreyadan mana uni o'zini maxsus katta qilishlarini olib keldim. Remenlarni olib keldik. Bakini olib keldik mana. Xudo xolasa buni qo'yishsa, agatda yana ham chuqurroq oladi. Sababi mana buni bilan uni farqi katta. Mana buni qilishlari yuyilib ketgan mana. Nal deydi, pichoqlari. Buniki mana katta, juda katta bo'lib turibdi farq. Xudo xolasa natija yaxshi bo'lishi kerak. Allohdan so'rab harakat qilyapmiz. Agatlarimiz ham ko'p joylari olishdi. Mana bu joylarni to'xtatib qo'yganman, apparat buzilib qolgani uchun. Mana oddiy mana motoblokni haydagandan keyin bu qolgan. Koreyadan o'rgangan narsam, biz tuproqda juda ko'p xato qilamiz ekan, drenaj holatida, boshqasida. Bizning tuproqlarimiz zichligi uchun suv berishda ham katta xato qilamiz ekan. Endi xudo xolasa sekin-sekin bilimlarni olib ko'paytirib inshaalloh harakat qilaveramiz. Omadinglar bersin.